Qo'shma Shtatlarning hozirgi pozitsiyalarini yoki Donald Trump tomonidan berilayotgan bayonotlarni qarasak, juda bir ajoyib gaplar, juda ajoyib holatni ko'rishimiz mumkin. Nimagaki, tinch turgan bir mamlakatga o'zi urush e'lon qildi. Havodan zarbaladi va boshqa zarbalarni yo'lladi. Lekin degan bir nuqtasi bor. Eronda juda katta bir qudrat borki, bu xalq birligi va milliy ozodlik g'oyasi. Bu g'oyaga ega bo'lgan xalqni, bu g'oya bilan yashayotgan davlatni och qolganda ham mag'lub etish mumkin emas. Bunga tarixdan misollar bor. Masalan, Vyetnamda shu milliy ozodlik g'oyasi, birdamlik g'oyasi bordi. O'shaning uchun qudratli, o'sha vaqtdagi qudratli Amerikaga qarshi turib bera oldi. Hozir biz aytamizki, Qo'shma Shtatlarning resurslari noyabrgacha yetadi, balki undan ham ko'proqqa yetadi degan bir gaplarni aytishimiz mumkin. Ham bu faktik nuqtai nazardan to'g'ri, lekin bu resurslar ham tugaydi. Bu resurslar ham cheksiz emas. Ya'ni Amerikani urushni olib borish imkoniyatlari bir necha 10 yillarga balki yetar. Lekin baribir Eron uchun bu juda ham kamlik qiladi. Ya'ni Eronni egallash uchun Qo'shma Shtatlar xuddi Afg'onistonda qanday mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, deylik, asosiy maqsadlariga erisha olmagan bo'lsa, yoki Iroqdan qanday chiqib ketgan bo'lsa, yoki Vyetnamdan qanday chiqib ketgan bo'lsa, bulardan-da ko'proq talofat va bulardan ham ko'ra ko'proq yo'qotishlar bilan chiqib ketishini biz ko'rishimiz mumkin. Hozir biz aytishimiz mumkin, Qo'shma Shtatlar bu yerda taktik ustunlikka ega, lekin strategik nuqtai nazardanchi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, u yutqizayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Nimagaki, mana kuni kecha bo'ldi Parijda, demak 50 ga yaqin davlatlar Xurmuz masalasi bo'yicha muzokaralarga o'tirganda, shu yerda bir juda sanoqli davlatlarni biz ko'rishimiz mumkinki, Amerikani bu yerda mavjudligini e'tirof etish kerak degan fikrda. Juda ko'pchilik bunga qarshi va bu yerda pozitsiyalarni qayta ko'rib chiqish va bu yerda avval urushdan oldin qanday ochiq muhit bo'lgan bo'lsa, shunday ochiq muhit bo'lish kerakligi to'g'risida yakdil fikrda. Va biz ko'rib turibmizki, Yevropadagi birorta davlat yoki NATOdagi shtatlarning ittifoqchilari bugun Qo'shma Shtatlarning yonida turib berayotgani yo'q. Qo'shma Shtatlar uchun biror bir fikrni bildirayotgani yo'q. Oradan ayrimlari chiqishi mumkin, ma'lum bir fikrlar bilan, ritoriklar bilan, lekin amalda hech kim Qo'shma Shtatlarning yonida turib berayotgani yo'q. Buni Trampning o'zi ham bir necha marotaba tan oldi. Eronda yonida kim bor deganda, mana yuqorida domla aytib o'tdilar, Xitoydan yordam bor, sezdirmasdan, Rossiyadan yordam bor, sezdirmasdan va Eron yonida turadigan davlatlar topiladi. Mana sekin-astalik bilan Turkiya ham o'zining pozitsiyalarini hech bo'lmaganda ritorik o'zgartirishni boshlayotganini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Strategik nuqtai nazardan biz aytishimiz mumkinki, g'alaba qaysidir ma'noda Eron tomonidan